Bugun sizlar bilan Rustore ilovasi orqali Faberlic ilovasini yuklab olishni o'rganamiz. Bu uchun Google ga kiramiz, Rustore deb yozamiz va bizga chiqadi mana shunaqa ilova. Unga kiramiz, keyin skачать Rustore qilamiz. Undan keyin ilovamiz yuklanishni boshlaydi. Всё равно skачать ni bosamiz va da qilamiz. Keyin ilovani yuklanayotganini ko'rish uchun Podробнeyni bosib ko'rishimiz mumkin. Manda ikkita skачать bo'layotgan ekan, bittasini o'chiramiz. Mana ilovamiz yuklanib olyapti. Va ustiga bosib kiramiz yana. Установить. Bu Rustore bizga xuddi Play Market vazifasini bajaradi. Ilovani o'chish qilib ichiga kiramiz. Shunday chiqqan paytimiz ekranning yuziga mana shunaqa Rustore bo'lib chiqib turadi. Faberlic ilovasini yuklab olgandan keyin Rustore'ni o'chirib tashlashlaringiz ham mumkin. Kimsaga u shart emas. Mana ilovamiz o'chilyapti. Продолжить qilamiz. Keyin poisk va Rustore degan joyiga Faberlic deb yozamiz. Mana ilovamiz chiqdi. Shu ilova ustiga bosib kirib, menda ilova yuklab olinganligi uchun открыть turibdi. Aslaga yuklab olish chiqadi. Mana, xuddi shunaqa qilib ilovamizni yuklab olamiz.